Assalomu alaykum. Men mavzum darsli ta'minot turlari. Quyidagi rejalardan iborat reja asosida o'tyapman bu darsda. Tizimli darsli ta'minot, amaliy darsli ta'minot. Bu mavzuni o'tayotganimizda quyidagi maqsadlarga e'tibor berishimiz kerak. Ta'limiy maqsad, tarbiyaviy maqsad, rivojlantiruvchi maqsad, kutilayotgan natijalar. Dars so'ngida erishishimiz kerak bo'lgan natijalarimiz o'quvchi darsli ta'minot tushunchasini tushunadi, turlarni misol orqali farqlay oladi. Real hayotda ularni qo'llay oladi va dasturlarni guruhlarga ajrata oladi. Maqsadlarga erishishimiz kerak. Darsda maqsadlarga erishishimiz uchun Bloom taksonomiyasidan foydalandim. Bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez, baholashlardan tashkil topadi. Dars turi, aralash dars turi, shakli kichik guruhlarda ishlaymiz. Vositalarimiz kompyuter, kartochkalar. Dars metodimiz aqliy hujum metodidan foydalandim. Tashkiliy qism 5 daqiqa vaqt ajratildi. Salomlashish, davomatni aniqlash, ma'naviyat daqiqalardan iborat. O'tilgan mavzu va uy vazifasini tahlili. Bu uchun ham 5 daqiqa ajratilgan. Biz bu bo'limda o'tilgan mavzuni takrorlab olamiz. O'quvchilarga, kichik guruhlarga kompyuter ta'minoti nima, kompyuterning uskunaviy ta'minoti, asosiy va qo'shimcha qurilmalar nima degan savollar asosida ularda bilimlarni faollashtiramiz. Kichik guruhlar bu savollarga o'zlari kelirgan holda javob beradi. Yangi mavzu 15 daqiqa uchun vaqt ajratilgan. Yangi mavzuni faollashtirish uchun klaster metodidan foydalandik. Klaster metodida tizimli dasturiy ta'minot tushunchasi haqida biz savol beriladi va kichik guruhlar o'zlarining tushunchalarini bilganlarini klaster metodi o'z klasterlarga yoritib boradi. Amaliy dastur ta'minoti ham xuddi shu usulda ketadi. Yangi mavzuni tushuntirayotganimda tizimli dasturiy ta'minot va u haqida bo'lgan barcha ma'lumotlar o'quvchilarga yetkaziladi. Windows operatsion tizimini operatsion sistema sifatida tizimli dasturiy ta'minot tarkibidagi operatsion tizim sifatida o'quvchilarga yoritib beraman. Amaliy dasturiy ta'minot bu barcha uchun kerak bo'lgan amalda qo'llanilgan dasturlar jamlanmasi bo'lib, bu dasturda biz o'zimiz qiziqtirgan, o'zimizga kerak bo'lgan barcha dasturlardan foydalanamiz. Ularga misol sifatida Microsoft Office dasturlariga murojaat qildik. Word dasturi, PowerPoint, Excel, Microsoft Excel dasturlaridan foydalandim. Mavzuni mustahkamlash bo'limi bu uchun 15 daqiqa ajratilgan. Dasturiy ta'minot turlari mavzuni mustahkamlashda tarqatma materiallaridan ko'proq foydalandim. Kartochkalar har bitta guruhlar uchun ajratildi. Unda quyidagi savollardan iborat: operatsion tizimlar va ularning turlari, drayverlar nima uchun kerak, amaliy dasturlarning ahamiyati nimada? Keyingi bosqichimiz o'quvchilar bilimini baholash bosqichi. Bu 2 daqiqadan iborat. Kichik guruhlarda ishlaganliklari uchun guruhlar faolligiga qarab o'z baholariga ega bo'ladi va bir vaqtning o'zida barcha o'quvchilar 5 ballli tizimda baholanadi. Uyga vazifa va yakuniy xulosa bosqichi. Bu ham 2 daqiqadan iborat. Uyga vazifa quyidagilardan iborat: Windows operatsion tizimida ishchi stol bilan ishlash, Word matn protsessor sahifani formatlash. Bu o'quvchilar uchun berilgan uyga vazifa. Meni darsimga e'tibor berganingiz uchun katta rahmat.